Cobalt avtomobillarida yengilligidayoq orqa amal satri do'qillab ketayotgan muammo ko'pchilikda uchrayapti. Bu narsaning yechimi Malibu 2 avtomobilini orqa amal satrini qo'yib yuborilsa, muammo to'laligicha hal bo'ladi. Orqa amal satr yana qaysi avtomobillarda ko'p muammo bor? Keling ko'rib chiqamiz. Cobalt, Nexus 3, Malibu, Tracker, Spark orqa amal satrlari tuzilishi bir xil bo'ladi. Lekin bular orasida eng ko'p muammo qiladigan Nexus 3 orqa amal satri bo'ladi. Orqasi 50 ming probekdan keyin taqirlab ketadi, ya'ni o'zini o'qida shaybasi o'tib ketib qolib, amal satri ishlamay qoladi. Shuning sababidan orqaga yomon do'qillagan tovush beraveradi. Buni yechimlarini videolarimiz orasida ko'rsatganmiz. Endi savol tug'iladi, zavod shuni to'g'irlab chiqarsa bo'lmaydimi deyishardi. Endi zavod to'g'irlab chiqarmagan narsani Megapass kompaniyasi Nexus 3 orqa amal satrini zavodskoy qilib, taqirlab ketib qolmaydigan qilib ishlab chiqargan. Garantiya ham beradi bu amal satriga. Zavodning diametri ancha kichkina bo'ladi. Megapass bo'lsa diametrini ancha qalin qilib ishlagan. Yurishlarda ham farqi bo'ladi. Sizlarda ham shu kabi muammo kuzatilganmi? Agar boshqa muammo kuzatilayotgan bo'lsa ham bizga direktdan yoki kommentariyaga yozib qoldiringlar va biz savolingizga albatta javob beramiz.